Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Navbatdagi qabulimizni boshlaymiz. Ruxsat bersalaring. Ayollardan aka bo'laveradimi? Akam ayollardan qilsa bo'laveradimi? Muammo yo'qmi? Bo'laveradi. Sabablar birinchi qaror olaylik. Xo'p, kim so'hbat siz bilan gaplashsa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Masalalaringiz nima masalalarimiz bor? Familiyangiz nima o'zi? Familiya Komilova Sohibaxon. Komila sohibi. Tadbir Hozir. Komila qaysi mafiya? Katta Boltako'l. Katta Boltako'l mafiya. Katta Boltako'l mafiya. Bu sohibaxon apa nima masala? Bizning masalamiz chevarchilik bo'yicha. Tadbirkor yurtmoqchimiz, ikkita qizim bor. Hozirda bitta mashinamiz bor. O'sha mashinamizni chevarchiligimiz bo'yicha material xomashyolarimiz bor. Mashinamiz yetmayapti. O'sha sababda mashina olmoqchimiz, tadbirkor bilan shug'ullanmoqchimiz. Bozorimiz problema emas, oldimizda Qultepa bozorimiz yozib, bozorimiz yuryapti. O'sha mashinamizni ko'paytirish maqsadida shu kelibmiz olyapmiz. Nima tikasizlar o'zi? Endi bozorga talabga qarab, sezonga qarab. Masalan, misol uchun hozir ko'proq yangi ayollar ustoshi, bolalarning yangi ustoshlari, qizchalarniki, bolachalar ustoshlari shu. Necha pul so'rayapsiz? 11 million, 20 million. 20 million? 20 million. Ha, 20 million. Nima, tikuv mashina olasiz, yana xomashyo olasizmi? Endi zarur bo'lsa xomashyo ham bo'laveradi, tikuv mashina, asosiy tikuv mashina. Yaxshi opam deb masala, bo'lmasa sizga Katta Boltako'l mahallasining hokimi bo'lgansiz, Azamat sizda opa bunaqa kredit tarixlarini ko'rganmisizlar? Kredit tarixi. Kredit olganmisiz, oldin olmaganmisiz? Yo'q, olmaganman. Olmagan bo'lsa opam deb masala, bizda Agrobank mahsuloti bor. Ya'ni 17 millionga sug'urta qo'yish bilan 17 milliondan 50 million so'mgacha mahalla loyihasi doirasida albatta mana o'zini o'zi band qilgan fuqarolar, ya'ni ishsiz fuqarolarga, mana ikkita qizim bor deyapsiz-ku, sizlarga rosa bizni kredit mahsulotimizga tushadi. Buning uchun siz o'sha o'zingiz band qilib berishsiz, hozir qilyapsiz, lekin o'zingiz band qilganingiz yo'q. Bu pensiya ketadi. Keyin vaqtincha yoshga to'lganda pensiya olishingiz bor misol uchun. Hozir qayerdadir ishlaydigan bo'lsangiz, unga daromad solig'i yozadi misol uchun. Lekin sizlarda o'zingiz ishlayapsiz, qizlaringiz ishlayapti, lekin voyaga yetgan qizlaringizni hech qayerda dokumenti yo'q. Shuning uchun ega qo'yingizdan band qilib qo'yasiz, mana tikib olgandan keyin 3 kishi band bo'lasizlar. Bu o'zlaringga ham yaxshiki, bizning kredit talabimiz shunaqa. O'zimiz band qilgan to'g'risida nimani beradi, kredit tarixi tozami? Toza bo'ladigan bo'lsa, bular ruxsatini olishadi. Mahalla loyihasi doirasida 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan 50-25% miqdorida pul o'tkazib berish yo'li, ya'ni plastik kartochkaga tashlab beramiz. Shu belgilangan tartib maqsadida ishlatasizlar. Kredit to'lovlarini uzoqda qaytarishlari kerak, berilgan kreditni boshqa yo'nalishga ishlatish uchun qat'iy man qilinadi. Mahalla bankining tavsiyanomasi bor, o'rganasiz. Bu bor o'rganasiz, maqsadga muvofiq bo'lsa, haqiqatan ham so'nggi huquqlari bo'lsa, muammo yo'q. Xudo xohlasa to'liq hujjat taqdim qilganingizdan keyin kredit tarixini tozalayapsiz. Haqiqatan to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, 3 kun muddatda kredit chiqadi. Faqat kredit maqsadida ishlatish kerak. Ularni ishlaringizga bor. Boshqa masala yo'qmi? Yo'q. Xo'p, salomat o'zinglar.